Rahmat. Ukajon vaqtli bo'ling. Vaqtingizni ko'rmayman. Rahmat. Yoshlarimiz qo'shiqlari baxtli bo'ling. Yer va osmon butun borliq intizor. Sabab berur toza iymon ikki ko'ngil beozor. Oq niyatlar, sof tilaklar beqiyos ixlos bilan jamdir bugun qadrdonlar, do'stu yor. 2025-yil 12-yanvar sanasida biz bilan birga bo'lishni ixtiyor etgan barchaga o'zbekona lutfila assalomu alaykum deymiz. Esanovlar sulolasi vakili Abdumutal akamiz xonadoniga xush kelibsiz, hurmatli mehmonlar, qadrli opa-ukalar. Bugun biz siz bilan tarixiy voqea
Tojikiston Respublikasida ro'yxatdan o'tgan yangi bir oilaning sharaflash marosimida hozir bo'lib turibmiz va ijozatingiz ila ilk sururli damlarda go'zal va otashin tilaklarni oqshom qahramonlari tomon yo'llashni istagan bo'lar edik. Qutfiddin, Busalima, baxtingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Oila saltanat sarhadlariga qo'ya boshlagan ilk qadamlaringiz qutlug' kelishidan umidvormiz. Bugundan muqaddimasiga ilk satrlarni yoza boshlaganingiz, go'zal muhabbat afsonasi tillarda va dillarda doston bo'lishini tilab va so'rab qolamiz. Endi esa go'zal udumlarimizga muvofiq oqshomni tantanavor tarzda ochib berish uchun so'z navbatini oqshomning eng hurmatli insonlari, oqshomning eng e'tiborli insonlari, to'yning chin ma'nodagi haqiqiy egalari, ya'ni kuyov to'ramizning padar buzrukvorlari hamda volidai muhtaramalari va ular qatorida tabriklash istagida bo'lgan barcha qarindosh urug'larini albatta davramiz markaziga chorlab qolamiz. Aynan mana shu insonlar tomonidan aytiladigan go'zal dil izhor so'zlari, chiroyli tabriklar kechamizga debocha yasab beradi degan umiddamiz. To'ylar barchangizga muborak bo'lsin azizlar. Marhamat. Marhamat Abdumajid aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar, xudolar, qishloqdoshlar, xush kelibsizlar mana Donna xonadoniga. Mana bugun nabiramiz Qutbiddinjon, mana kelinimiz. Musulmonlar to'yda ishtirok etarkanmiz. Sizlarga xush kelibsizlar deymiz. Baxtli bo'linglar, o'ninglar, o'singlar. Xalqning, vatanimizning bir yaxshi farzandlari bo'lib yetishishlarini tilakdoshman. Bordik keldimiz mana uzilmasin. Butun og'aynilar xush kelibsizlar. Doim xonadonimiz to'ri sizlarniki. Marhamat. Sog' salomat o'ynab kulib uylaringizga eson-omon boringizlar. Xush kelibsizlar yana bir marta. Mana xolos. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Ushbu xonadonga xush kelibsizlar. Esonovlar oilasiga yana bir yangi oila qo'shilmoqda. Yangi oila bilan ukam Abdumuttal kelinimizga yangi oila bilan chin yurakdan tabriklayman. Allohim bularni Pochcham Makkamboy, ammam Qurbongullarning arvohlari qo'llasin, ishlarini doim o'ylasin Allohim. 2 yosh qo'sha qarsin, baxtli taxtli, serbarzan serdavlat, kanni g'amni ko'rmasin. Bir yil yalla to'yiga kelaylik, yana yil alla to'yiga kelish hammamizga nasib aylasin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Xudoga rahmat. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana shu kechamizning sababchisi ukam Qutbiddinjon, kelinimiz Musalmaxon. Bu 2 yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlaringga yetishini tilakdoshman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun kechamizning sababchisi o'g'lim Qutbiddin, kelinim Abu Salma. Shu kechaga hammalaringiz xush kelibsizlar deyman. O'g'lim, kelinim baxtli bo'linglar. Baxtli emaslar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun yig'inimiz sababchisi o'g'lim Qutbiddinjon, uning umr yo'ldasi kelin musulmonlarning nikoh kechasi o'tirayotgan bizlarga umr uzoq, bog' saodat tilayman. Doim baxtli bo'linglar. Rahmat. San'atkorlar sizlarga ham xudo quvvat bersin. Mana videochi ukalarimiz sizlarga ham sog' salomat mana xalqqa xizmat qilyapsizlar. Oldindan rahmat. Ko'p yashangizlar. Qo'shamiz sizga ham rahmat. Rahmat, albatta go'zal dil izhor so'zlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin sizlarga ham. Azizlar, so'z isboti bilan deydi. Endi davramiz markazini ham bir chiroyli raqslaringiz bilan, go'zal raqslaringiz bilan davramiz markazini ham ochib berasizlar degan umiddamiz. Oqshom qahramonlari esa shundan so'ng joylarga bemalol o'rnashib olishlari mumkin bo'ladi. Bo'lmasa sizlar uchun mana xizmatingizda Pahlavon Usmonov do'stimiz tashrif buyurganlar. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun qadrdon akajonimiz Abdumuttal akani xonadonlarida fayzli kecha bo'lyapti. Mana shu yig'ilishimizning asosiy sababchilari 2 yosh kelin-kuyovlarimizga baxt saodat tilaymiz. Ilohim shirindan shakar o'g'il qizlarning ota-onalari bo'lib yursinlar. Hozir so'z isboti bilan mana shu yerda Esonovlar oilasini ilk taronalarimiz bilan raqslarga chorlab qolamiz. Otalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gulning qullariga yayrasin. Yonimda
Yonimga kelinglar, duolar beringlar. O'ynasa yaxshi kunda, o'ynasa. To'ylar muborak bo'lsin. Davlatim otam bor, davlatim otam bor. Oh mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, yonimda yurarlar. Meni yaxshi ko'rarlar, otam bor. Davlatim otam bor, davlatim otam bor. Oh mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, yonimda yurarlar. Meni yaxshi ko'rarlar, otam bor. Onalar oynasın, gönüllerin kollarına yayrasın. Yanımda gelinler, dualar derinler. Oynasa yaşında olmasın. Onalar oynasın, onalar oynasın. Gönüllerin kollarına yayrasın. Yanımda gelinler, dualar derinler. Oynasa yaşında oynasın. Dünyada İnsanlarım, insanlarım, en yaxshi kunda yolunda turgan insanlarım, insanlarım, dünyada yeni yapın insanlarım, insanlarım, en yaxshi kunda yolunda turgan insanlarım, insanlarım. Dünyada yeni yapan insanlarım, insanlarım, en yaxshi kunda yolunda turgan insanlarım, insanlarım. Tamam, hoş geldiniz Arıcı Markalar. Markalar, dostlarımız, amcalarımız. Toylar muborak bo'lsin. Duoyingiz ko'zlarimning nurlari, borligingiz qalbimning huzurlari. Duoyingiz ko'zlarimning nurlari, borligingiz qalbimning huzurlari. Parvonasiz kechlar kunduz qo'shimda, shundan tinmas qilaman shukrlar. Parvonasiz kechlar kunduz qo'shimda, shundan tinmas qilaman shukrlar. Otajon, onajon, jonim madori. Otajon, onajon, baxt